Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda oshqozon kichraytirish operatsiyasi haqidagi videolar keng tarqalyapti va buni ba'zilari ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aslida oshqozon kichraytirish operatsiyasi qanaqa amalga oshirish kerak? Video davomida buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Oddiy qilib aytganda, bu ozishga yordam beruvchi maxsus operatsiya bo'lib, ovqat hazm qilish jarayonini o'zgartiradi, ovqat iste'molini va oziq moddalar so'rilishini kamaytiradi. Operatsiya umumiy narkoz ostida boshlanadi. Jarroh qorin sohasida laparoskop va asboblar uchun kichik kesma ochadi. Ular yordamida oshqozonning yuqori qismida tuxum kattaligida kichik qopcha hosil qilinadi. Keyin ingichka ichak ikkiga bo'linadi. Pastki qismi yangi hosil qilingan oshqozon qopchasiga ulanadi. Natijada oshqozonning katta bir qismi va ingichka ichakning yuqori qismi chetlab o'tiladi. Bu esa kaloriyaning so'rilishini cheklaydi va ovqat hazm qilishini o'zgartiradi va organizmning sezilarli ozishiga olib keladi. Qolgan oshqozon va chetlab o'tilgan ichak olib tashlanmaydi. Ular hali ham hazm qilish shiralarini ishlab chiqarishda davom etadi va bu shiralar ingichka ichakning pastki qismiga yo'naltiriladi. Jarroh barcha ulanishlar yaxshi ekanini ko'rgandan keyin kesgan joyini tikadi va operatsiyani yakunlaydi.